Assalomu alaykum, aziz kitobxonlar. Zohir Alam. O'zbek yozuvchisi, publitsist, dramaturg va tarjimon. U 1943-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1965-yilda Toshkent davlat universitetini tamomlagan. Zohir Alamning ilk kitobi Baxtli bilet 1972-yilda nashr etilgan. Keyinchalik Muqaddima, Bam manzaralari, Kiyik ko'zlari, Ota o'gitlari, Zarb asarlari chop etilgan. Zohir Alam ko'plab asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Jumladan, rus yozuvchisi Sergey Zalginning Komissiya romani ham tarjima qilgan. Zohir Alam o'zbek adabiyotida hikoya, qissa, publitsist va dramaturg yo'nalishida samarali ijod qilgan adiblardan biri hisoblanadi. Uning asarlari insoniylik, halollik, mehnatsevarlik va ma'naviy qadriyatni tarannum etadi. Uning Afandining 41 pashshasi nomli asar eng mashhur asarlardan biri bo'lib, sahna uchun moslashtirilgan va bir necha tillarga tarjima qilingan. Ushbu asar Nasriddin Afandining hangomalari jahon bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, mazmun va mantiq jihatidan turlichadir. Ularning aksariyati Nasriddin Afandi o'zining aqliy, zukkoligi va topqirligi, kulgusi bilan zamonning zo'rligini, firibgarlarning haqiqiy basharasini ochadi, ularni yengadi, yakson qiladi. Ammo ba'zi bir latifalarda Nasriddin o'ta laqma, hatto firibgar sifatida talqin qilinadi. Xo'sh, aslida Nasriddinimiz qanday odam bo'lgan? Hech shubha yo'qki, u o'qimishli, aqlli, tadbirkor, topqir, tegirmonga tushsa butun chiqadigan, haqiqatparvar, kambag'alparvar odam edi. Uning sarguzashtlari, hikoyalari xuddi mana shu sababdan ham asarlardan asarlarga o'tib kelmoqda. Zero hayot ham, xalq ham g'oliblarga xush ko'radi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya qilamiz.